Hurmatli delegatsiya rahbarlari, asrlar davomida Sharq va G'arb o'rtasida mustahkam ko'prik bo'lib kelayotgan go'zal Budapesht shahrida uchrashib turganimizdan behad mamnunman. Bugungi yig'ilishimizda yuksak darajada mezbonlik qilayotgan hurmatli Vengriya bosh vaziri Viktor Orban janob oilariga sha'niga aytilgan minnatdorchilik so'zlariga qo'shilaman. Tashkilotimizga muvaffaqiyatli raislik qilayotgan hurmatli Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Nurgajoyev Jabbarov janob oilariga yangi yutuqlar tilayman. Hurmatli hamkasblar, bugungi sammitimiz shiddat bilan o'zgarayotgan global vaziyat va bashoratlar qilib bo'lmaydigan murakkab jarayonlar sharoitida o'tmoqda. Geosiyosiy va geoiqtisodiy ziddiyatlar, mintaqaviy nizolar va iqlim o'zgarishi oqibatlarining kuchayishi barchamiz uchun katta sinov bo'lmoqda. Shu sababli dolzarb muammolar yechimi bo'yicha davlatlarimizning umumiy yondashuv va pozitsiyalarini kuchaytirish har qachongidan ham muhimdir. Ta'kidlashim lozimki, biz eng og'riqli muammolarga xalqaro huquq me'yorlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi asosida yechim topish zarur deb hisoblaymiz. Ukraina atrofidagi vaziyatni diplomatiya va muzokaralar yo'li bilan hal etishga qaratilgan amaliy sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu borada hurmatli Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan janob oilarining munosib hissasini alohida e'tirof etamiz. G'azoda sulh bitimining buzilishi va harbiy harakatlarning qaytadan boshlanishi barchamizning chuqur tashvishga solmoqda. Toki ikki xalq uchun ikki davlat tamoyili ro'yobga chiqarmas ekan, Falastin-Isroil nizosining adolatli yechimi topish mumkin emas. Global va mintaqaviy xavfsizlik haqida so'z yuritar ekanmiz. Afg'onistondagi murakkab vaziyatni inobatga olishimiz va unga birgalikda yechim topishimiz lozim. Afg'oniston bo'yicha qo'shma bayonot qabul qilinayotgani tuzilmamizning bu masalaga jiddiy e'tibor qaratib kelayotganidan dalolat beradi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, biz qisqa vaqt mobaynida Turkiy davlat tashkilotlari doirasida amaliy hamkorlikning samarali natijalariga erishmoqdamiz. Yaqinda iqtisodiy tahlil markazlarimizning Toshkentda bo'lib o'tgan anjumanida aloqalarimizning kengaytirish uchun ulkan salohiyat borligi yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Kun tartibidan kelib chiqib, o'z takliflarimni bildirmoqchiman. Xabaringiz bor, o'tgan yili Turkiy davlatlar o'rtasida strategik sheriklik, abadiy do'stlik hamda qardoshlik to'g'risidagi bitimni ishlab chiqish taklifini ilgari surgan edik. Bugungi kunda ushbu hujjatning ahamiyati va dolzarbligi yanada ortmoqda. Shubhasiz, mazkur bitim xalqlarimizni yanada yaqinlashtirish va ko'p qirrali hamkorligimizning uzoq muddatli huquqiy asosini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu hujjatning Baku sammitida imzolashni taklif qilamiz. Oldimizda aniq vazifa turibdi. Yaqin yillarda o'zaro savdo ulushini keskin ko'paytirishimiz lozim. Shu maqsadda Turk Trade onlayn platformani yaratish va savdoni oshirish amaliy dasturini qabul qilish tashabbusini ilgari suramiz. Transkaspiy xalqaro yo'li orqali yuk tashish hajmini oshirish va boshqana chegara tartiblarini soddalashtirish uchun yagona darcha hamda yashil koridorlar tizimlarini tezroq yo'lga qo'yishga chaqiraman. Ushbu yo'nalishdagi hamkorlik kengaytirish maqsadida noyabr oyida Toshkentda Turkiy davlatlarining xalqaro multimodal transport va logistika forumini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, Turkiy investitsiya jamg'armasining faoliyati sarmoyalar oqimining faollashuviga turtki berishi shubhasiz. Biz innovatsion loyihalarni rahbarlantirish uchun qo'shma venture kompaniyasini tashkil etish uchun zarur deb hisoblaymiz. Bu borada mamlakatlarimizning investitsiya imkoniyatlarining to'liq aks ettirgan yagona investitsiya portalini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Yana bir masala, sanoat kooperatsiyasi sohasida amaliy hamkorlikni yana yangi bosqichga ko'tarish vaqti keldi. Bu borada kimyo, energetika, tog'-kon, yengil sanoati, farmatsevtika, charm, poyabzal, oziq-ovqat va qurilish sohalarida salmoqli ishlab chiqarish
quvvatlarini yaratish bo'yicha sanoat kooperatsiyasini dasturini ishlab chiqish taklif etaman. Yaqinda Samarqand shahrida o'tkazilgan xalqaro iqlim forumida yashil taraqqiyot sohasidagi mintaqaviy va global hamkorlikning mustahkamlash bo'yicha muhim taklif bildirildi. Hurmatli Viktor Orban janoblari tashabbusi bilan Budapeshtda tashkilotimizning qurg'oqchilikning oldini olish instituti o'z ishini boshlagani ham mamnuniyat bilan e'tirof etamiz. Mazkur institutning faoliyatiga ko'maklashish va maqsadli loyihalarga kengroq jalb qilish uchun qurg'oqchilik va ekologik muammolarni oldini olish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini ishlab chiqishni taklif etaman. Shu o'rinda yana bir muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Jahon ilm, fani va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan barchamizning faxr iftixorimiz bo'lgan buyuk ajdodlarimiz merosini chuqur o'rganish va dunyoga tarannum etish biz uchun sharafli va mas'uliyatli vazifadir. Shu bois ham ilm fanni rivojlantirish va yosh avlod uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish niyatida Turkiy dunyo xartiyasida ilmdan o'zga najot yo'q degan yuksak axloqiy g'oyani muhrlab qo'ydik. Ushbu ezgu maqsad yo'lida Toshkentda Turkiy davlatlar xalqaro universiteti ochilmoqda. Mazkur o'quv dargohida Turkiy davlatlarining yetuk professor va olimlari faoliyat olib borishi ko'zda tutilmoqda. Bu esa yosh avlodning intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirishga, ularning zamonaviy bilimlarining egallashiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, o'tgan yili O'zbekistonning Turkiy madaniyat va meros jamg'armasiga rasman a'zo bo'lib kirish qarorini e'lon qildik. Ushbu tuzilma doirasida turkiy madaniy merosimizning asrab-avaylash va uning kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish oldimizdagi turgan muhim vazifadir. Bu sohadagi muloqotni kengaytirish maqsadida jamg'arma kengashining navbatgi yig'ilishini mamlakatimizda o'tkazishni taklif qilaman. Davlatlarimiz o'rtasidagi madaniy hamkorlikni rivojlantirishda Xalqaro Turkiy madaniyat tashkiloti Turksoy alohida o'rniga ega. Bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarimizni yangi bosqichga olib chiqish va Turksoyning nufuzini yanada oshirish uchun uning faoliyatini va tuzilmasini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish zarur deb hisoblayman. Shu maqsadda tashqi ishlar va madaniyat vazirlarimizga Baku sammitiga qadar tegishli takliflar ishlab chiqish vazifasini topshirsak to'g'ri deb o'ylayman. Muhtaram hamkasblar, bundan 3 yil oldin Turkiy dunyo birligiga qo'shgan ulkan hissasi uchun buyuk mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotini ta'sis etgan edik. Ushbu nufuzli mukofot bilan atoqli turk olimi biokimik Nobel mukofoti sovrindori janob Aziz Sanjar taqdirlanayotganidan behad mamnunmiz. Bu mashhur olim O'zbekiston Milliy universitetining faxriy doktorini ekanligidan biz albatta g'ururlanamiz. Aminmanki bugungi taqdirlash marosimi Turkiy dunyo olimlarining, jumladan ilm-fan yo'liga dadil qadam qo'yayotgan yoshlarimizning yangi marralar sari rahbarlantiradi. Aziz do'stlar, bugungi Budapesht sammitida qabul qilingan muhim qaror va hujjatlar qardosh xalqlarimiz o'rtasida tinchlik, hamjihatlik va barqaror taraqqiyotni mustahkam yo'lini yangi sahifa ochishiga ishonaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.